Talabul halal jihadun degan payg'ambarimiz. Halolni talab qilish, halollikni paydo bo'lish bu jihad deganlar. Jihad bu vatan himoyasiga chiqish birgina o'chuncha emas. Tadbirkor odam, tijoratchi odam jihad qilyapti. Nimaga? Shaytonga jihad qilyapti. U nafsiga qarshi jihad qilyapti. Shayton nima qiladi? Olaver deydi. Birovni haqqini yengil salashni vasvasasini qalbiga soladi. Shayton aytar ekan, agar men bandani bir ishga yo'llay olsam, ko'ndira olsam, uni boshqa amaliga qaramayman der ekan. Ya'ni haromga yo'llay olsam, uni ibodatiga, namozu ro'zasiga ham qaramayman. Yeri ko'kni ibodatga to'ldirib yormaydimi? Foydasi yo'q der ekan. Chunki kasbi korida halol haromga e'tibor bermasa, o'sha topgan puliga hajga boradimi? Shu topgan puliga ro'zg'or qilib saharlik, iftorlik qiladimi ro'zada? Shu topgan puliga umraga bormoqchi bo'ladimi? Shu topgan puliga qo'y olib qurbonlik qilmoqchi bo'ladimi? Shu topgan puliga egniga kiyim olib ibodat qiladimi? Bandaning egnidagi libos 10 dirhamga kelgan bo'lsa, 1 dirhami haromdan aralashgan bo'lsa, modomiki uning egnida shu libos bo'lar ekan, Alloh uning ibodatini qabul qilmaydi deganlar Rasul. Ko'ryapsizmi yigitlar? Kasbi korda halol haromni e'tiborini qilmasligimiz ibodatimizga daxl qiladi. Ibodatlarimizni behuda bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun eng zo'r taqvo ishda, mehnatda halol bo'linglar. Bundan zo'r taqvo yo'q.